Bilasizmi? Har bir faslning o'ziga yarasha jozibasi bo'lgani singari, yozning issiq tafti ham insonlarni soya salqinlikka chorlaydi. Bunday vaqtlarda ochiq suv havzalarida cho'milish hayot uchun xavflidir. Biroq cho'milishning huzurbaxshligi ayniqsa yosh bolalarni belgilanmagan joylarda cho'milishlariga va oqibatda bevaqt hayotdan ko'z yumishlariga sabab bo'lmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, suvda cho'kib halok bo'lgan yoshlarning 90% ota-onalar tomonidan nazoratsiz qoldirilganligi va belgilanmagan hamda taqiqlangan joylarda cho'milish oqibatida sodir bo'lgan. Shu boisdan suv havzalarida baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida ushbu qoidalarga amal qilishingizni so'raymiz. Hech qachon belgilanmagan joylarda cho'milmang. Cho'milish taqiqlanadi deb yozilgan maxsus belgilarga amal qiling. Yodda tuting, faqatgina ruxsat etilgan maxsus suv havzalarida cho'miling. Yozgi ta'til davrida bolalarni belgilanmagan joylarda cho'milishga borishlariga aslo yo'l qo'ymang va ularni nazoratsiz qoldirmang. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz hayotiga befarq bo'lmang.